Qizlar, распаковочка. Bugun BTS pochtadan zakazim yetib keldi. Mana shunaqa chiroyli podarочный sumочкаga solib berishibdi. Va mana shunaqa nabor oldim. Naborda qaranglar. Bu shunaqa komplekt, ya'ni Lancome firmasiniki. Ichi сеточный, ikkita tonali deydimi? Mana ichida Lancome brendini tonalkasini testerlari, ya'ni rangi qaysi rang sizga to'g'ri kelsa, keyinchalik zakaz qilib xarid qilsangiz bo'ladi. И уходовый косметикасы, mini versiyasi, bu zotda полный набор и плюс кошелек. Bular o'zlari Amerikada yashab, sizga nimalar kerak bo'lsa obzor qilib va zakaz qilsanglar, Toshkentda do'konlari ham bor, bemalol do'konlariga borib, bor narsadan xarid qilsanglar ham bo'ladi va zakaz qilingan narsani ham yetkazib berishadi. Assalomu alaykum qizlar, magazinga keluvdim, molga. Mana Estee Lauder novinka naborlardan chiqibdi. Hozir bularni hammasidan olaman. Tez orada Toshkentga yetib boradi. Bizlarni kuzatishda davom etinglar. 3 ta krem, ko'z atrofi, yuzga dnevnoy, ночной bo'lsa kerak, hali o'qimadim. Mini tushi bor, Lancome'niki original. Mana bunaqa serum sivoritkasi bo'lsa kerak. Bu toneri, tak, toneri ham 50 ml. Javnaqa kichkina emas, normalniy. Mini pomadasi bor ekan. Mana qani rangini ko'ring, chiroyligini qaranglar, nudovoy rang. И zo'r kattagina kosmetichkasi bor ekan. Kosmetichkasi ham stilniy ekan qizlar. Обязательно mazza qilib ishlataman. Eng muhimi original, luks, sifatli, katta razmerlisidan olaman. Faqat qaysi birini ishlatib ko'ray deydiganlar uchun mana shu mini versiyasida ham olib ishlatib ko'rsanglar, rezultati yoqsa kattasidan ham bemalol xarid qilsanglar bo'ladi. Narxlari ham zo'r qizlar. Amerikaga borishni hojati yo'q. Amerikani o'zidan yetkazib berishadi. Sizga esa kattakon rahmat. Hammasini oldim va albatta yana olaman sizdan.